Assalomu alaykum. Xolodnikovga kuzatuvchilari. Navbatdagi obzorimiz bolgarka, karetcha. Bolgarka, karetcha o'rnatilgan bolgarka. Chala rastaniyada qo'yib kesishlik kerak bo'lgan bo'lsa, endi hozir bizning рабочий stolimiz 2,5 metr, 2,5 metrlik 3 metr bo'lib bo'ladi karetchamiz yilligi. 3 metr list kerakmi? Laminat despomi, alifanmi kesish uchun mo'ljallangan. Karetkamiz 4'e 4'lik profile giradi bu. O'zini hammasini ligirovka etsa bo'ladi. Endi bolgarkani shunda bu ustanovka qo'yibmiz. Bu yerda подшипник, bu yerda kontrolni zajim ochib ilmak qismi, boshqa bir сложный 1,25lik bolgarka. 2 yerdan ikini krepleniyaga qo'yibmiz. Сложный vaji yo'q. Yasimon degan odam hech vaji emas. Yana boshqa inchik obzorlar kerak bo'lsa so'raysiz, aytib beraman.